O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tercüme qilg'uchi Muhammad Barat. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Qiyomat kunida asi gunohkorlarning ahvoli. Cho'ng kichik har turli gunohlarni o'tkazgan bo'lsa-mu, lekin Allohga sherik keltirmay, Allohning g'ayriga ibodat qilmay, tavhid aqidasining ustida vafot bo'lgan kishilarning hammasi Allohning xohlashida bo'ladi. Alloh xohlasa undaq kishilarni azoblaydi, xohlasa mag'firat qiladi. Ko'p hadislarda mahsharda asi gunohkorlarning qanday ahvolda bo'lganligi bayon qilingan. Ular mahsharda har turlik, har xil shakllarda va har xil ahvollarda bo'ladi. Shuningdek, ba'zi hadislarda yaxshilikdan bishorat beradigan, yomon oqibatdan ogohlantiradigan bayonlar kelgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mahsharda yomon ahvolga tushirib qo'yadigan amallardan ogohlantirdi. Undaq insonlarning qatoridan birinchi, zakotdan bosh tortquchilar. Ular baxatarlik ahvolda bo'ladi. Chunki ular maldagi Allohning haqqidan va kambag'alning haqqidan bosh tortdi. Ular ochko'z, baxil va imonining ojiz bo'lganligi uchun haqlardan bosh tortdi. Shunga mahsharda ularning ahvoli ig'ir bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimki Alloh ato qilgan pul malining zakotini bermasa, uning pul mali qiyomat kuni ikki javog'ida ko'pik o'rlab turgan bir cho'ng taz yilonning shakliga kirgizilib, uni chirmib oladi. Andın uning ikki qovuzini qamallab turib, "Men sening pul malingman. Men sening yiqqan dafni dunyoyingman" deydi, dedi. Andın bu oyatni o'qidi. Allah o'z fazilidan berganni sarf qilmay baxillik qildiganlar uni o'zlari uchun foydaliq deb o'ylab qolmasin. Aksicha bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning baxillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silindi. Osmonlarning va yerning mirosi Allohningdir. Qiladigan barliq amallaringlardan Alloh xabardordir. Al-Imron surasi 180-oyat. Alloh taolo yana aytganki, oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergan. O kunda, ya'ni qiyomat kunida, u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonlari, yonlari va dumbillari dog'lanadi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar. Sizlar bu dunyoyinglardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Yiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyiladi. Tavba surasi 34-oyatdan 35-oyatlargacha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana oltin kumushning haqqini bermagan kishi qiyomat kuni uzunligi 50 ming yilga barobar keladigan kunda Alloh bandalarning orasida hukm chiqarib, u kishining jannatga yoki do'zaxga kiradiganligi aniq bo'lganiga qadar oltin kumush patnusdak kang qilinib jahannamning o'ti bilan qizitilib, uning bilan u kishining biqini, yuzi va dumbisi dog'lanib turadi. Ular sovib qolgan hamon qayta o'tda qizitilib turadi degan edi ashoblar. Ey Allohning payg'ambari, undaqda to'gichu deb so'raydi u zot. To'gichidagi haqni ado qilmagan kishi jazolandi. Uningdagi haqqining birisi uni sug'arg'ili akelgan kuni uni seg'ib sutini kishilarga berishdir. Qiyomat kuni uzunligi 50 ming yilga barobar keladigan kunda Alloh bandalarning ustida hukm chiqarib, u kishining jannati yoki do'zax ekanligi belgilanguncha u kishi tub-tuz dum yotqizilib, to'giga tashlab beriladi. To'gi nihoyat kuchtungur bo'lib, barliq bo'tloqlarni boshlab kelib, o'z egisini dastlab tishlab o'tadi. Hammasi o'tib bo'lgandan keyin yana qaytadan egisini dastlab tishlab o'tishga boshlaydi deb javob berdi. Ashoblar, ey Allohning payg'ambari, undaqda qo'y kalalarchi deb so'ragan edi. O zot, qo'y kalalarning zakotini ayirmagan kishi qiyomat kuni uzunligi 50 ming yilga barobar keladigan kunda Alloh bandalarning ustida hukm chiqarib, u kishining jannati yoki do'zax ekanligi belgilanganga qadar mal egasining o'zining kala qo'ylariga tashlab beriladi. Ular o'zlarining mo'zay va paqlanlarning hammasini agashtirib keladi. Ularning ichida agri munguzlik yoki munguzsiz yoki sunuq munguzlik bo'lmaydi. Ular mal egasini bir-birlab usib, dastlab o'tadi. Hammasi o'tib bo'lgandan keyin yana qaytadan shundoq o'tishga boshlaydi deb javob berdi. Ikkinchi, mutakabbirlar. Kibr bir xil oqibati ig'ir bo'lgan illat bo'lib, mutakabbirlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi va darajasini ustun qilmaydi. Balki qalbida zarrachilik kibr bor kishi jannatga kira olmaydi. Mutakabbirdan kishilar qochadi. Donolar uningga g'azab qiladi va cho'ng-kichik hamma odamlar uni yomon ko'radi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mutakabbirning qiyomat kunidagi ahvolini bayon qilib, mutakabbirlar qiyomat kuni odam suratida, ammo hajmida kichik chumolilardek yashir qilindi. Ularni har tarafdan xorliq qoplaydi degan. Bu hadisdagi kichik qizil chumolilar bo'lib,
bu cho'mililarga kishilar parvo qilmasdan bilib bilmay dastlab o'tib ketadi. Shuningga o'xshash mutakabbirlar qiyomat kuni qattiq xar bo'lganligi va ko'zga ilinmaydiganligi uchun boshqa insonlar ularni dastlab o'tib ketadi. Qilg'uvchilarga Alloh taolo gap qilmaydigan gunohlar. Nurg'un insonlar borki, ular ko'p gunohlarni o'tkazganligi uchun qiyomat kuni Allohning oldiga Alloh ularga gap qilmaydigan holda boradi. Bundaq bo'lishi ularning bak past ko'riladiganligi, martabasining tuvan bo'ladiganligi va amallarining qabih bo'lganligi uchundir. Allohni va Allohning payg'ambarini yolg'onga chiqarg'uvchi osiy gunohkorlarga yetadigan azob turlik bo'ladi. Allohning bandadan yuz o'rib, uninga gap qilmaydiganligi va qaramaydiganligi bu azoblarning jumlasidandir. Allah va Allohning payg'ambari kitob va sunnatda bu xildagi insonlarning qilmishidan ogohlantirib, ularni bayon qilib berdi. Ularning qatoridan birinchi poplar, rohiblar va olimlar. Ular birarsini rozi qilish yoki shaxsiy manfaat uchun shar'iy ilmni yushirgan va fatvoni o'zgartib, haqni so'zlaydigan turuqliq, haqni so'zlamagan kishilardir. Haq taolo aytadi: Allah kitobda, ya'ni Tavratda nazil qilgan narsalarni yushiradigan va uni ozg'ini pulga sotadiganlarning qarniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom mili ularni do'zaxga ilib boradi. Qiyomat kuni Alloh ularga ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Baqara surasi 174-oyat. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ina badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularga ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Al-Imron surasi 77-oyat. Ikkinchi, ishtinini uzun qilib olg'uchi. Bu ishtinini o'shiqlarning ostiga tushirib oladigan odamdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bundoq qilishdan to'sib, izarning ikki o'shiqdan tuvallab ketgani do'zaxdadir degan. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ishtinni uzun qilib olishdan ogohlantirib, bundoq qilg'uvchilarga mahshar kuni azob bo'ladiganligi bilan xabar berdi. Uchinchi, yolg'on qasam bilan milini sotquchi. Umumiy jihatdan ko'p qasam qilish yomon ko'riladigan ishdir. Alloh taolo bu vaqtda qasamlarga rioya qilinglar, ya'ni kelsi kelmas qasam ichmanglar degan. Maid surasi 89-oyat. Bundaq bo'lgan ekan, navoda bir odam yolg'on qasam qilaversa, u bak cho'ng gunoh o'tkazgan bo'ladi. Yolg'on qasam qilib mol sotquchi, melim yaxshi deb ulug' Allohning nomi bilan qasam qilib, boshqalarga melini sotadi. Shunga u kazzobdir. 4. Minnat qilg'uchi. Bu boshqalarga biror narsa berib, kaynidan berganiga minnat qiladigan va ularni xijolatga qo'yish uchun qilgan yaxshiligini tilga oladigan kishidir. Yuqoridagi kishilar haqida Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam oxirat kuni Alloh 3 xil odamlar bilan so'zlashmaydi va ularga qaramaydi, ham ularni poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi degan edi. Men, ey Rasululloh, ular zodi qandaq odamlar? Ular yaxshilikdan quruq qilib ziyon tortib ketdilar dedim. U zot bu so'zini 3 qatim takrorladi. Ondan ishtinini uzun qilib olgan odam, yolg'on qasam ichib milini sotgan odam va minnat qilg'uvchi odam dedi. 5. Suvga baxillik qilg'uvchi. Umumiy jihatdan aytganda, baxillik inson nafsining pastligiga va tabiatining nacharligiga dalolat qiladigan qabih ishdir. Agar inson boshqalar qattiq ehtiyojli bo'lsa-mu, bersa uninga hech qanday zarar yetmaydigan narsaga baxillik qilsa, uning qabihligi texmi ziyoda bo'ladi. U bo'lsa-mu, Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmonlar uningda sherikdir deb xabar bergan suvga baxillik qilishdir. 6. Bay'atga sodiq bo'lmagan odam. Boshqalar bilan putishgan to'xtam, kelishimlar va amirlarga itoat qilishga bay'at qilish qatorliqlar vazni cho'ng ishlar bo'lib, to'xtam kelishimlar bilan o'ynashish va uninga hiyla ishlatish oqibati og'ir bo'lgan xatarli ishlardir. Yuqoridagilar haqida Nabiy sallallohu alayhi vasallam 3 turlik odam borki, Alloh qiyomat kuni ularga qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Yana ularga alamlik azob bardir. Biri yo'l bo'yida eshinchi suyi turibmi, uni yo'lovchilarga bermay turib olgan odam. Yana biri islom xalifasiga bu dunyolikni ko'zlab bay'at qilib, xalifa uniga bir narsa bersa rozi bo'lib, bermasa norozi bo'lgan odam. Yana biri namoz degardan keyin tovarini bozorga solib qasam qilgan odam degan. 7. Zinaxor qari. Bu yerdagi qari yoshda cho'ng yashangan odamni ko'rsatadi. Ba'zi insonlar nafsining pastligi, iymonining ojizligi va Parvardigoriga osiylik qilishga jur'at qildiganligi va dinni ko'zga ilmaganligi uchun gunoh ma'siyatga chaqiradigan sabablar ojiz bo'lsa-mu, gunoh ishlarga petib ketadi.
misol bilan so'z aydınlaşıdı. Yaşanğan qari bir odam so'ngaklari shalanlashib ketgan, shahvati ojizlashgan va shahvatining qo'zg'alishi ozlab ketgan turug'liq zina qilsa, uning gunohi shahvati zinoga undab turadigan yosh odamning gunohidan ig'ir bo'ladi. Shuni bilish kerakki, zina umuman qilib aytganda cho'ng gunohdir. Zina qilg'uvchi qari bo'lsin yoki yosh bo'lsin, er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, bu gunohi orqali o'zi bilan Allohning o'tirsidagi pardani yirtib tashlagan va maxluqotdan yoshirinib yaratquchining ko'rib turadiganligini ko'zga ilmagan bo'ladi. 8. Yolg'onchi podshoh. Yolg'onchi podshoh haqida bu ogohlantirish keldi. Chunki insonni yolg'onchilikqa ilib boradigan sabab boshqalarning nazarida o'zining o'rnini yuqori ko'tarishga qiziqish bo'lib, u bu maqsadda nurg'un afsonalarni va botirliklarni to'qib chiqadi yoki boshqalarning diqqatini tortish yoki mol-dunyo tepish uchun yolg'on aytadi. Ammo podshohning bundoq qilishga ehtiyoji yo'q. Chunki insonlar uning oldiga kelib turdi. O'rnini yuqori ko'tarib turdi va mol-dunyo o'zligidan oldiga kelib turdi. Shundoq bo'lgan ekan, u nafsining pastligi, Allohning shariatini ko'zga ilmaganligi va Parvardigorini ulug'lamaganligi uchun yolg'on gap qiladi. Bu hargizmi podshohdan boshqalar yolg'on gap qilsa durust bo'ladi deganlik emas, balki yolg'onchilik texmi ig'ir gunohlar do'zaxga boshlaydi. 9. Kibrlik fiqr. Bundaq odamning gunohi ig'ir bo'ladi, chunki uning kiyimlari yirtiq, ko'rpisi yirik, mashinasi va uyi ko'na, kibrlik qilgudak bir narsasi bo'lmasimi, boshqalarga o'zini cho'ng tutadi. Takabburlik qilib, qo'lini pulanglatib salom qiladi va ziminda g'adaygan holda mangadi. Shuni bilish kerakki, kibrlik mayli boydan yoki kambag'aldan sodir bo'lsin, mutlaq nachar illatdir. Yuqoridagilar haqida Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni Allah so'z qilmaydigan, gunohlarni paklamaydigan, qaramaydigan va dahshatli azobga qoladigan 3 turli kishi bo'lib, uning biri qirg'inini to'ymaydigan fahishvoz, yana biri yolg'onchi podshoh, yana biri kibrlik namrat degan. Yuqoridagi insonlarning gunohlari bak ig'ir bo'lganligi uchun Allah ularga gap qilmaydi. Allah qilg'uvchilarga rahmat nazari bilan qaramaydigan gunohlar. Qiyomat kuni Allah gap qilmaydigan bir muncha insonlar bo'lgandek, yana bir muncha insonlar borki, ularni haqoratlash, ko'zga ilmaslik va xor qilish uchun Allah qiyomat kuni ularga qaramaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir qator gunohlarni zikr qilgan bo'lib, Allah uni qilgan kishilarga qaramaydi. Agar Allah bandadan yuz o'risa, uningga qaramaydi. Shuning bilan u banda xor bo'ladi va ziyon tortadi. Hadisda zikr qilingan ashu turdagi insonlarning jumlasidan birinchi, takabburlik qilib ishtinini uzun qilib olg'uchi. Kiyimining pushqiqini uzun qilish va uni o'shiqlarning ostida qilib so'rab mengish Allohga osiylik qilganlik bo'ladi. Aslida musulmon kishi kiyimini o'shiqlarning ustida qilib kiyish kerak. Agar kiyimining pushqiqini uzun qilib kiyish bilan kibrlik birlashib qolsa, gunoh texmi cho'ng bo'ladi. Shuning bilan Alloh qiyomat kuni haqoratlash va jazolash uchun uningga qaramaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Allah qiyomat kuni takabburlik qilib izorini so'rib olgan kishiga rahmat nazari bilan qaramaydi degan. Yana takabburlikdan izor, ko'ynak va sallani uzun qilib olgan odamga Allah qiyomat kuni qaramaydi degan. 2. Ota-onasini qaqshatquchi. Ota-onani qaqshatish ig'ir gunoh va tuzkorlik bo'lib, Allah Qur'onda ota-onaning haqqini o'zining haqqiga ergashtirib, Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi degan. Allah yana o'ziga shukr qilishni ota-onaga shukr qilish bilan yaqin qilib, ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgan. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir degan. Luqman surasi 14-oyat. Ota-onaga yaxshilik qilish dunyo va oxiratning baxt saodatini qo'lga keltirishning yo'lidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki rizqining kengri yoki umrining uzun qilinishidan xursand bo'lsa, xish aqribolariga sil rahim qilsin degan va mahsharda qaqshatquchining oqibatining yomon bo'lganligini, Alloh uninga qarmaydiganligini xabar berdi. 3. Erlarga o'xshab olgan ayol. Er ayol ikki jinsning bir-birining yana biriga kiyimlarda, gap so'zlarida va boshqa ishlarda o'xshab olishi nachar ish bo'lib, bu inson xarakterining buzilganligi va jamiyatda buzuqchilikning ishkini etishdir. Bizning bu zamonimizda bir qism internet sahifalari va nachar sun'iy hamroh kanallar orqali bu jihatdagi axloqiy buzilishlar keng umumlashib, er kishi ayol kishining kiyimini kiydigan, ayol kishi er kishining kiyimini kiydigan bo'lib ketdi. Buningda xatarlik bo'lgani axloqiy buzilishning ayollarning Alloh taolo yaratgan tabiiy jinsni o'zgartirish darajasiga berib yetganligidir. Bu operatsiya hormon dorilar va uningdan boshqa ishlar bilan elib beriladigan bo'lib, er kishi o'zini ayolga, ayol kishi o'zini erga o'zgartiradi.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizni ayollar o'ttirsidagi bir-biriga o'xshab olishning hamma turlaridan ogohlantirdi va Allohning bunday qilganlarga qiyomat kuni qarmaydiganligi bilan xabar berdi. 4. Dayus. Bu ayoli va qizlarning nachar qilmishlariga ko'z yumadigan, oilasini buzuqchilikdan qo'g'damaydigan, ayollarni kullamaydigan va ochiqlanmaydigan, ularni o'rinishga, hijoblanishga buyurmaydigan kishidir. Bundaq odam odamiylikni va erkaklikni yo'qotgan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuqorqilar haqida 3 turlik odam bor bo'lib, qiyomat kuni Alloh ularga qarmaydi. Ota-onasini qaqshatquchi, erlarga o'xshab olg'uchi ayol va dayyus. Yana 3 turlik odam bor bo'lib, ular jannatga kirolmaydi. Ota-onasini qaqshatquchi, davomli aroq ichguchi va bergan narsasiga minnat qilg'uchi degan. 5. Ayolining orqasiga yaqin kelgan kishi. Alloh taolo ayollarni bir-biriga moyil bo'ladigan qilib yaratdi va u ikkisining orasidagi aloqa uchun shar'iy yo'llarni bekitib berdi. Buningdan boshqa yo'llarni harom qildi. Kishining ayolining orqasiga, ya'ni maqtiga yaqin kelishi eng chong gunohlarning jumlasidandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayolining orqasiga yaqin kelgan kishi la'nat qilinguchidir degan. Yana bunda qilgan kishilarni qiyomat kuni Allohning uningga qarmaydiganligi bilan ogohlantirib, haqiqatan ayolining orqasiga yaqin kelgan kishiga Alloh rahmat nazari bilan qaramaydi degan. Sodir qilg'uvchilarga yugan selinadigan gunohlar. Bu turdagi insonlarning eg'izlariga qiyomat kuni o'tdan bo'lgan yugan selindi. Allohga sig'inib o'tdan panohlik tilaymiz. Ular bo'lsa, boshqalar diniy masalalarda fatvo sursa, ilmini yoshirgan va ilmini o'rgatishga qudrati yetadigan, ilm ugasi hech qanday zarar yetmaydigan turug'liq, boshqalarga ilm o'rgatmagan kishidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki biror ilm to'g'riliq so'ralsa, uni bilib turib yoshirgan bo'lsa, qiyomatda uninga o'tdan yugan selindi degan. Allohning dargohiga g'azab qilingan holda bordiganlar. Allohga sig'inib uning g'azabidan panohlik tilaymiz va Allohdan hammamizga rahmat qilishini so'raymiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki biror musulmon odamning pul milini yulib olish maqsadida yolg'ondan qasam ichsa, u Allohga, Alloh uningga g'azab qilgan holda uchrashadi degan. 1. Ko'p ne'mat ato qilingan boylar. Allah ato qilgan ne'matlardan normal holda isrof qilmasdan manfaatlanish mubah ish bo'lib, inson bu ne'matlarning shukronasini ado qilsa va Allohga hamd etsa ajrga erishadi. Lekin yeb ichishda bak chakdan oshirib yetish va isrof qilish nachar odatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kekirib ketganda ko'p tomoq yeydigan bir odamning ahvolini anglab, bu ahvolni yomon ko'rganda qilib, bizning qashimizda kekirma. Bu dunyoda qo'rsqi bak to'yganlar qiyomat kuni eng uzun och qoldiganlardir degan edi. Yana haqiqatan dunyoda pul mali ko'p bo'lgan kishilar oxiratda savob jihatdan namorat odamlardir. Faqatla Alloh mol dunyo bersa, mol dunyoni o'ng tarafiga, so'l tarafiga, oldiga va orqaga sarf qilgan, uni yaxshilikqa xarjlagan kishi buning sirtida degan. Yana dunyoda pul mali ko'p bo'lgan kishilar oxiratda savob jihatdan namorat odamlardir. Lekin molni mundoq sarf qilgan odamlar buning sirtida degan. 2. Xiyonatkorning qiyomat kunidagi ahvoli. Xiyonat qilish munofiqning sifatidir. Munofiq boshqalar uningga bir narsani amonat qo'ysa xiyonat qiladi. Shuning uchun u qiyomat kuni qattiq rasvo qilindi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan qiyomat kuni ahdiga xiyonat qilg'uchiga bir tug' tiklanib, bu palonining o'g'li Pokonining xiyonati deyiladi degan. Demak, ahdisiga vafo qilmagan va omonatga xiyonat qilg'uchi uchun qiyomat kuni uning xiyonatchi ekanligini oshkorlab beradigan bir bayroq ko'tariladi. U kishi bu bayroq bilan rasvo qilindi. Bu bayroq uning sag'risiga qadiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni har bir xiyonatkorning sag'risiga birdan bayroq tiklanadi degan. İnsanның qilgan xiyonati qancha cho'ng bo'lsa, bayroqmi shuncha egiz bo'ladi. Bu vaqtda Nabiy sallallohu alayhi vasallam har bir xiyonatkor uchun qiyomat kuni bir bayroq bo'lib, uning xiyonatiga qarta egizlatiladi. Bilib qo'yinglarki, umumning ishiga mas'ul bo'lib, uningga xiyonat qilgan kishining xiyonatidanmi cho'ng xiyonat yo'q degan. Bu hadisda deyilgan xalqga boshliq bo'lgan kishi bo'lsa, hokimiyat ustidagi raisdir. Agar u va'dasida turmasa, uning ziyni ko'p insonlarga yetadi. Chunki u kuch-quvvat va hukmronlikqa ega bo'lganlik uchun vafosizlik qilishga hojati yo'q. Yana kelib, u vafosizlik qilib qolsa, kuchlik bo'lganlik uchun qarshi taraf uningdan intiqom olishga va haqqini olishga petinolmaydi. Bu hadisdagi mas'ul shirkat boshlig'i, maktab mudiri va uningdan boshqa har qanday mas'ullarni o'z ichiga oladi. Jahiliyat davridagi xiyonatkor. Jahiliyat davridagi arablar xiyonatkor uchun ijtimoiy so'rinlarda va haj mavsumlarida bayroq ko'taradi va jinoyatchini jinoyati bilan sazoyi qildiradi.
Agar jinoyatchi o'g'irlik qilgan kishi bo'lsa, uni rasvo qilish va yana o'g'irlik qilishdan to'sish uchun o'g'irlagan narsasi bilan qo'shib kishilar orasida sazoyi qildiradi. 3. G'animatdan o'g'irlig'ichi. G'animat musulmon mujohidlar dushman ustidan g'alaba qilgandan keyin dushmanlardan o'lja olgan mol bo'lib, uni mujohidlar orasida taqsim qilinishdan ilgari o'g'irlash og'ir gunohdir. Alloh taolo g'animatdan o'g'irlagan kishini ogohlantirib deganki, kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kemaytirib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. Al-Imron surasi 161-oyat. G'animatdan o'g'irlash og'ir gunoh bo'lganlik uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablarni bunday qilishdan har doim ogohlantirib turadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kuni aramizda turib, g'animatga qora sanashni tilga olib, uni og'ir olib va uni og'ir qilmish deb ayblab mundoq dedi. Qiyomat kuni hech biringlarni gadiniga marab turgan qo'y artilgan, kishinab turgan ot artilgan holda, "Ey Rasululloh, meni qutqizg'aylar" degan turqida uchirtib qolmag'ayman. Men uningga "Sen uchun hech ish qilib berolmayman. Sana Allohning amrini yetkazgan edim" deyman. Yana hech biringlarni gadiniga bo'qirab turgan to'ga artilgan holda, "Ey Rasululloh, meni qutqizg'aylar" degan turqida uchirtib qolmag'ayman. Men uningga "Sen uchun hech ish qilib berolmayman. Sana yetkazgan edim" deyman. Yana hech biringlarni gadiniga oltin kumush artilgan holda, "Ey Rasululloh, meni qutqizg'aylar" degan holda uchirtib qolmag'ayman. Men uningga "Sen uchun hech ish qilib berolmayman. Sana yetkazgan edim" deyman. Yoki u gadiniga labildab turgan raxtlar artilgan holda, "Ey Rasululloh, meni qutqizg'aylar" degan holda uchirtib qolmag'ayman. Men uningga "Sen uchun hech ish qilib berolmayman. Sana yetkazgan edim" deyman. Bu hadisda tilga ilingan yuqoridagi kishilarning hammasi g'animat o'g'irlagan bo'lib, ularning har biri dumbasida va bo'ynida o'g'irlagan narsasini ko'targan holda keladi. Ular o'g'irlagan narsalarni ko'tarish bilan azoblanadi. Uning og'irligi bilan charchatiladi, ovozi bilan qo'rqitiladi va xaloyiqlar oldida jinoyatini oshkora qilish bilan rasvo qilindi. Valiylarning, amaldorlarning va ishchi xizmatchilarning davlatning mol-mulkiga xiyonat qilishimi xiyonatning jumlasidan bo'lib, tuvandagi hadisda bu ishlardan ogohlantirilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ba'zi ashablarni yezi qishloq va qabilalardan zakot yig'ish uchun avatadi. Bir qatim Azd qabilasidan Ibn Lutbiya deyiladigan bir kishini zakot yig'ish uchun avatdi. U tuga yoki qo'y egasining yoniga kelib, uningdan farz zakotni olgan edi. Tuga yoki qo'yning egasi farz zakotni berdi va yana Ibn Lutbiyaga ayrim hadiya berdi. Shuning bilan Ibn Lutbiyaning yanida farz zakotdan bo'lib, hadiyalardan bo'lib nurg'un qo'y va tugular yig'ildi. U bu qo'y tugularni elib Madina Munawvaraga Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yoniga elib keldi va "Mana bu yig'ilgan zakot bo'lsa, sizlarningdir. Bu bo'lsa, menga hadiya qilinganidir" dedi. Bu chaqda Nabiy sallallohu alayhi va sallam uning Baytul Maldan haqqini oladigan xizmatchi turuqliq hadiya olganligiga ochiqlandi. Agar xizmatchilarning hadiya qabul qilishiga yo'l qo'yilsa, bu ahvol ularning xizmatlariga sal qarishiga yoki pora qabul qilishiga olib bordi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu xil ahvolga qat'iy yo'l qo'ymaslikni o'ylab, munbarga chiqib, bir zakotchini avazsak qaytib kelib, "Ma'u silning, ma'u mening" deb turib olgani qandoq gap? Atasining yoki onasining uyida o'ltirib sovg'a qilinamdi yoki qilinmamdi, qarab baqsa bo'lmamdi. Jinim ilgida bo'lgan zot bilan qasamki, zakotdan nimani ilib olsa, qiyomat kuni ashu olgan narsani cho'qim bo'ynida ko'tarib keladi. Bo'zlab turgan tugi bo'lamdi yoki mo'ravatgan kal bo'lamdi yoki maravatgan qo'y o'chki bo'lamdi, bo'ynida ko'tarib keladi dedi. Bu katta hadisdir. Chunki maktab va universitet o'qituvchilarining o'quvchilarning hadiyalarini qabul qilganiga o'xshash va bozor boshqarish, ommaviy doktorxona va uningdan boshqa amalliq saqlash tarmoqlaridagi xodimlarning hadiya qabul qilganiga o'xshash xizmatchilarning hadiya qabul qilishda yengiltaklik qilishi, hadiya bergan kishini yaxshi ko'rib, boshqa insonlarga ko'ngil bo'lmaslikka va boylarni, kuchliklarni hurmatlab, fiqirlarga, ojizlarga ko'ngil bo'lmaslikka ilib boradi. Sana xizmatingning sababi bilan bir narsa hadiya qilingan bo'lsa, uni qabul qilishing qat'iy durust bo'lmaydi. Agar qabul qilgan bo'lsang, uni qiyomat kuni gadiningni ko'targan holda olib kelasan. Kimga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni shu xiyonat qilgan narsa bilan birga keladi. 4. Zo'mgarlik bilan yer tortib olg'uchi. Biz bugungi kunimizda boshqalarning yerlarini yoki umumiy xalq manfaatlanadigan yerlarni zo'mgarlik bilan tortib olib, u yerlarni o'zining qilib oladigan odamlarni ko'p ko'rib turibmiz.
Bu turdagi insonlarni Nabiy sallallohu alayhi vasallam qattiq ogohlantirib, kimki zimindan ozg'ina narsani nohaq ilib oladi ekan, qiyomat kuni 7 qat ziminning taktiga yutqizib o'tiladi degan. 5. İlkida bar turib tilagan kishi. O'zining kundalik ozuqi bilan kifoya qilib, boshqalardan so'ramagan va boshqalarga o'zini xor qilmagan pok fiqr, boshqalardan so'rab, ularga o'zining fiqrligi va hojatini shikoyat qilgan fiqrdan yaxshidir. Buningdanmi qabih bo'ldig'ini, o'zining yanida kiyim-kechak va yemak-ichmakdan yetarlik narsasi bar turib, boshqalarning histoshlik qilishini maqsad qilib tilagan kishidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki yanida boshqalardan behojat bo'lg'udak narsasi bar turib tilagan bo'lsa, tilagan narsasi qiyomat kuni uning yuzida tartiq bo'lgan holda keladi dedi. Ey Rasululloh, boshqalardan behojat bo'lg'udak narsa nima deb so'ralgan edi, u zot 50 dirham va uning qimmatidagi oltindir dedi. 6. Namozni qo'ldan beradigan odam. Namoz islomning 5 to'rikining biri. Allohni bir deb tonigan mu'minlarning ko'z nuri. Allohni yaxshi ko'rguvchilarning jonlarining huzuri. Nabiy sallallohu alayhi vasallam vasiyat qilgan ishlarning eng oxirgisi. Islomiyatdan qo'ldan ketadigan ibodatlarning eng oxirgisi. Shundaqla qiyomat kuni banda Allohning oldida so'riladigan ishlarning eng avvalidir. Alloh namozni buyuk ibodat va uning ahlini sharafli qildi. Bizni namozda oldida turib, qalblarimiz bilan o'ziga yuzlanishimizga va hojatlarimizni tilishimizga muyassar qilgan Allohga hamd aytamiz. Haqiqatan namoz zimindagi bandining osmondagi Alloh bilan o'linishi va uchrashishidir. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir ishqa duch kelganda namoz o'qiydi. Namoz uni muhofaza qilganlarga mahsharda manfaat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namoz haqida dediki, kimki namozni tark qilmay vaqtiga rioya qilib o'qisa, namoz qiyomat kuni u kishiga nur, hujjat va nijotlik bo'ladi. Kimki namozga beparvolik qilsa, namoz u kishiga nur, hujjat yoki nijotlikning hech biri bo'lmaganining ustiga u kishi qiyomat kuni Fir'avn, Qarun, Haman va Ubay ibn Xalaflar bilan birga bo'ladi. 7. G'ayvatxo'r va suxanchi. G'ayvat qilish qarindishing yo'q yerda u yomon ko'radigan gapni qilishingdir. Suxanchilik bo'lsa, kishilar orasida buzg'unchilik paydo qilish uchun ularning orasida yomon gap tarqatishdir. Mana bularning hammasi uning sababi bilan cho'ng balo qazo va buzg'unchilik kelib chiqadigan ishlardir. Bu turdagi insonlar havoyi havsi va shahvati bilan so'zlaydigan nachar insonlardir. Ularning holi mahsharda qo'rqinchli bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki dunyoda qarindishining go'shini yesa, qiyomat kuni qarindishi uning yaqinlashtiriladi va sen xuddi uning go'shini hayot vaqtida yegandagidek o'lik holatida yegin deyiladi. Shuning bilan u kishi qarindishining go'shini qattiq g'o'maygan va varqirgan holatda yeydi degan. 8. Ikki yuzlamachi. Ikki yuzlamachi deganimiz ularga bir yuzi bilan, bularga bir yuzi bilan uchrashadigan hiylagar, rangvoz kishidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimning dunyoda ikki yuzi bo'ladi ekan, qiyomat kuni uning o'tdan ikki tili bo'ladi degan. 9. Rassamlar. Rasm sizish har turlik bo'lib, ahli ilmlar uning turli shakllariga qarata turli hukmlarni bergan. Lekin ularning hammasi haykal yasashning harom ekanligiga birlikka kelgan. Bo'libmi, bu haykallar raislar va ulug' kishilarning suratida bo'lsa, texmi harom bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan mushu suratlarni tayyorlaganlar qiyomat kuni azoblanadi. Ularga yaratgan narsanglarni tirildiringlar deyiladi degan. Yana kimki dunyoda bir janloqning rasmini chizadi ekan, qiyomat kuni uninga jon kirgizishga buyuriladi. Vaholanki u jon kirgizolmaydi degan. Yuqorida so'zlangan mazmunlar hashr kundagi ba'zi insonlarning ahvollaridir. Amdiki gap hisob elish qandoq boshlandi, nomi amallar qandoq tarqatiladi. İnsanlar amallarning sahifalarini qachon o'qiydi? U amallardan qandoq so'riladi? Keyingi bölümlerde bu vaqtda to'xtalamiz. Qalbning pichirlishi. İnsanning dunyoda qilgani uning oxiratdagi o'rnini belgilaydi. Sajiya Islom tadqiqot markazi